Assalomu alaykum. Oyijonim, Voy. yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Ha, yaxshi. Yaxshi keldingizmi bolam? Ha, Ha, tugadimi o'qishlar? tugadi. Nima? Kayfiyatingiz yo'q. Kimdir xafa qildimi sizni? Ayyo, o'zim shunchaki o'tiribman-da. Qolganlar qayerda? Hamma ishda. O'ziningiz uyiga ketuvdi. Ha, tushunarli. Bitta o'zim o'tiribman. Oyijon, sizga bir gap aytaymi? Nima ekan? Aytsammi, yo'qmi deb ikkilanib turibman. Endi gapni boshladingizmi, ayting. Sovchilar kelib ketishdi-yu, Xo'sh, ovsinimni raqamlarini so'ragandi. nega? Ularga berdim. O'shanga xayolimga har xil narsalar kelyapti-da, oyijon. Siz bu bilan nima demoqchisiz, bolam? Axir sovchilarni ovsiningizni o'zi topdi-ku. O'zi tavsiya qilgan sovchilarga qaynsinglisini yomonlamasa kerak. Bilmasam, oyijon. Endi yolg'iz qolganimizda ovsinim siz bilan qaynisinglimni rosa yomonlaganlar. Nima? Meni? Hey, siz nimalar deyapsiz? Hey, kelin. Oldingizda yaxshi gapirgani bilan sizlarni yoqtirmaydilar, oyijon. Shoshmang. Shoshmang. Tag'in ovsiningizga tuhmat qilayotgan bo'lmang. Tuhmat qilayotganim yo'q, oyijon. Lekin ovsinim yangi kelib bo'lib tushgan paytlarimizda aytuvdilar. Ovsinim Samira yigitlar bilan gaplasharkan, tungi klublarga boradi, Voy, ochiq kiyinadi, yaxshi qiz emas degandilar. voy sho'rim. Unda sovchilarni chaqirib nima qilar edi? Oyijon, endi u o'zini yaxshi ko'rsatmoqchi bo'lgandir-da. Lekin keyin bilmasdan g'iybat qilib qo'yadi. Siz siqilmang. Men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Yaxshi. Keyin birga choy icharmiz. Voy sho'rim. Ko'rnamak. Kim gapirgan bo'lishi mumkin? Rosa kelganing yaxshi bo'ldi-da, qizim. Seni rosa sog'ingandim. Qachondan beri uyingga boraman deyman, hech ishdan orta olmayman-da. Ha, men ham oyijondan hadeb ruxsat so'rashga xijolat bo'laman. Mayli, vaziyatingga qaragin. Qolaversa, ovsinim ham o'qishda bo'ladi-da. U ishlar oyijonga qolib ketadi-da. Shunga ozginaga ruxsat so'rab keldim. Voy, kechgacha ruxsat so'ramabsan-da. Ovqat solib qo'yardim. Voy, yo'q xola, uyga bora qoling. Sizni ko'rdim, mazza qilib gaplashdik. O'zining o'qishdan kelgan bo'lsa ovqat qilib turar. Endi xola har doim ham qilavermaydilar. Ba'zida charchab keladilar. Baribir o'zim bo'lmasam qiynalishadi. Ha, mayli unday bo'lsa. Ha, aytmoqchi. Ana u sovchilar nimaga birdan aynib qopti? Boshida rosa ma'qul keluvdi-yu, yaxshi joyni tavsiya qilibsiz degandi-ku. Bilmasam, men ham hayronman. Balki shu mahallalaringga borgan bo'lsa kimdir aynitganmikin-a? Bilmadim. Lekin oyijon to'y bo'ladi deb juda ham kutgandilar. Rosa xafa bo'ldilar. Bekor o'rtaga tushibmiz-da. Endi qaynonaning ko'ziga qanday qarayman? Xola, nega unday deysiz? Xijolat bo'lmang. Kimdir aynitganda. Siz xijolat bo'lmang. Mayli. Ish qilib yaxshilikka bo'lsin. Ol, choydan ich qizim, ol. Ola qol. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Uzr, ozgina kech qoldim. Oyijon, hozir kiyimlarni alishtirib chiqaman. Nima ovqat qilay?
Yo, siz ovqat qilishingiz shart emas. Ana, ovsiningiz allaqachonlar ovqatni solib qo'ygan. Uzr oyijon, yo'llar ozgina tirband ekan. Avtobus kutib qoldim. Ha, yaxshi bahonani topgansizlar-da hammalaring. Oyijon, bahona emas, rost gapiryapman. Menga qarang, kelin pochcha. Sizning nayranglaringiz menga o'tmaydi. Ancha o'zgarib qolgansiz. Oyijon, tushunmayapman. Nimalar deyapsiz? Bu narsani tagiga yetay, keyin men sizga aytaman, tushuntirib qo'yaman. Agar shu narsaga sizning qo'lingiz borligini bilsam, mendan yaxshilikni kutmang. Mana shu uydan ketasiz. Qorningizdagi bolangizni ham inobatga olmayman. Oyijon, rostdan tushuntirib bering, nimalar bo'lyapti? Ertalab kayfiyatingiz yaxshi edi-ku. Mana shu uydan non tuzni yeb tuzligimizga tupurib o'tiribsizmi? Ha, qanaqa bo'lishini men sizga ko'rsatib qo'yaman. Tushundingizmi? Boring xonangizga kiring. Hali hammasini tagiga yeting, keyin gaplashaman siz bilan. Boring. Xo'p. Ko'r nimak. Oyi, nega Durdona kenayimni urishdingiz? Bechora yig'lab o'tiribdi oshxonada. Menga bunaqangi kelinni keragi yo'q. Tushunmadim, ularning aybi nima? Nima yomonlik qildi? Sovchilarni aynitganim shu ekan. Oyi, buni qayerdan bildingiz? O'zim bildim. Seni baxtingni ko'rolmagan bo'lsa kerak-da. Oyi, balki unaqa emasdir. Yaxshilab tagiga yetmay turib, bunaqa tuhmat qilmaydilar. Bu gaping ham to'g'ri. O'sha aytgan odamning kimligini bilganimda edi. Shunaqangi alamimni olardimki. Qo'ying oyi, balki mahalla ko'ydan u bu kim aynitgandirda. Yo'q. Men baribir shu ikki kelinning biridan gumonim bor. Dadam yoki akam eshitib qolsalar xafa bo'ladilar oyi. Shoshmay tursin. Baribir tagiga yetaman buni. Durdona? Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Onam seni chaqiryaptilar. Bahodir aka, nimaga turmasam bo'lmayapti? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Negadir boshim qattiq og'riyapti. Bosh og'riq dori ichdingmi? Yaqinda ichdim, lekin og'riq qolmayapti. Unda ertaga shifokorga boramiz. Yo'q, shart emas. Hozir o'tib ketadi. Hozir suv olib kelay unda. Suv ichsanmi? Yo'q. Lekin achchiq choy bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bo'pti, oyimga aytib qo'yaman. Hammasi uyiga qamalib olgan. Hay kelin. Sen yotur, o'zim chiqaman. Yo'q, jahllari chiqadi. O'zim chiqaman. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Durdonaxon. Hay kelin. Labay oyijon. Namuncha chiqishingiz qiyin bo'ldi, bolam? Xonangizga qamalib olibsiz. Oshxonadagi ishlarni men qilamanmi? Uzr oyijon. O'zingizni pishirib yeng. Boring tezroq hamma yo'lni chinni charavon qiling. Kechirasiz oyijon. Nimagadir boshim og'riyotganda. Voy, shoshmang. Bu ish qilmaslik uchun bahona bo'lmaydi.
bizam bola tuqqanmiz, bizam ikki qat bo'lganmiz, lekin qamalib olmaganmiz ichkariga. Bahona qilmaganmiz. Oyijon, men bahona qilganim yo'q. Menga gap qaytarmang, yolg'on gapirmang. Hamma narsani men juda yaxshi sezaman. Uzr oyijon. Boshqa qaytarilmaydi. Kelishib olganmisizlar? Ovsiniz ham uyiga qamalib olgan. Men sizlarga cho'rimanmi? Ketlaringdan yig'ishtirib yuradigan. Xo'p oyijon. Hozir tozalab qo'yaman. Voy! Voy kelin! Voy nima bo'ldi sizga? Ay kelin! Hey, Bahodir! 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 Tezroq chiq. Durdona! Nima bo'ldi Durdona. unga? Durdona! Sekin, Durdona sekin. nima bo'ldi senga? Durdona! Voy, Durdona o'zingga kel. Nima Kelin. bo'ldi senga? Durdona! Nima bo'ldi oyi? Bilmayman, o'shdan ketib qoldi. Durdona, Durdona! Oyjon, nima bo'ldi o'zi ovsinimga? Men qayerdan bilaman? Birdaniga o'shdan ketib qoldi. O'zim ham qo'rqib ketdim. Boya mazam yo'q deb turgandi. Durdona, ancha yaxshimisan? Yaxshiman. Oyi, ertalab tibbiy ko'rikka bormoqchiman. Mayli, oborim. Ish qilib, buning arslik qilmasa bo'ldi. Yo'q, nimaga unaqa deysiz? Oyijon, o'zi anchadan beri boshim og'rib yurgandi. Lekin sizlarga aytmagandim. O'zi shunaqa kasalingiz yo'qmidi oldindan? Mingitmi yoki boshqa bir? Yo'q. Yo'q. Shu paytgacha bunaqa boshim qattiq og'rimagan. Qizlik paytimda deyarli kasal bo'lmaganman. Olsin. Endi ba'zi birovlar kasalligini yashirishga urinadi. Bilib bo'ladimi? Menda unday bo'lmagan. Mayli. Ertaga shifokorga olib borgin. Keyin ko'ramiz nima bo'lar ekan. Mayli bo'lmasam yotib damizni oling. Balki ertagacha o'zingizga kelib qolarsiz. Qani, yuring Ziyodaxon, suvni Kelib qoling, qoldiring. Rahmat oyijon. Icharsiz? Suv ichsammi? Yo'q. Ancha o'zingga kelib qoldingmi? Ha? O'tiribsizmi dadasi? Tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Mana kecha mazam yo'q deb yotib oluvdi. Tuppa-tup ishlarni qilib yuribdi-yu. Qani, nima bo'ldi? Tushuntirib gapirchi. Kecha o'zini kasalga solib hammani qo'rqitdi. Bugun esa mana soppa-sog' ishlarni qilib yuribdi. Boya o'g'ling kelinni shifokorga ko'rsatgan olib ketayotgan edi. Xo'sh, shifokor nima debdi? Shifokor nima ham derdi? Kelinni biroz charchaganini aytibdi. Hammasi joyida ekan. Onasi, o'zing ham homilador bo'lgansan. Shuning uchun kelinni toliqtirib qo'yma. Og'riq bo'lsa, bechora shu holida ham oshxonada tinim bilmaydi. Bundan ko'ra anu kelining ishlariga yordam bersa bo'lardi-ku. Voy. Ham yordamlashib yotibdi-yu. Lekin bilasiz-ku, uni qilgan ovqatini hech ham yegim kelmaydi. Mising qiladi. Bunisini esa oyoq qo'llari chaqqongina. Juda sekin ishlaydi-da u. Kech tushmasa uyga kirib ketadi, bo'ldi, tamom. O'zini ko'rsatmaydi. Mayli, onasi,
nima bo'lganda ham ikkalasiga barobar adolatli qaynana bo'lib qaragin. Xo'p. Keyin qolaversa. Ha, o'zing ham mana soppa sog'san. O'sha ishlarga yordamlashib yuborsang hech narsa qilmaydi. Tavba. Nimalar deyapsiz, o'ylab gapiryapsizmi? Ikkita kelinlik bo'lib turib, o'zim endi pildar qilib ish qilib yuramanmi? Men kelinlarni nima uchun olganman? Ish qilmasam, ro'zg'orga yaramasa, bemalol ketaversin bo'lmasam. Nima? Sen kelinlarni faqat xizmat qilish uchun kelin qilganmisan? Ha, ular xizmat qiladimi yo'qmi farqi yo'q. Ular mana shu uyning kelini, tomon vassalom. Keyin ularga xuddi xizmatkorlarga qilgan muomalani qilmagan. Tushundingmi? Voy, urushgani. Kelinlar boram demaysiz-a? Tavba qildim. Ha, o'zingizni oyizam. Onamni tinch qo'y. Sen men aytgan ish qilgin, xo'pmi? Bor. Kelinlarga yordam ber, ish buyurmasdan. Bo'pti. Men buni bir pas ko'ray dedim. Bor, bora qolgin. Birorta serialimni ham ko'ra olmayman. Bor. Tavba qildim. Adir-budir qiladi tag'ini. Tinchroq ketgin, gapirmasdan. Bo'pti. Jabramang. Tinchgina televizor ko'rgani ham qo'ymaydi. Serial ham rasvo bo'ldi. Voy, oyijon. Qayerga otlanib oldingiz? Yasanib. Bugun eshitgandingiz-ku, Adayzi qishlog'ida to'y bor, uzoq qarindoshimizga. Biriga borib kelgin men bilan deyaptilar. Ha. Dadajon shunga tashqarida kutib turibdilarmi sizni? Ha. Biz ertaga kelamiz. Yaxshi o'tiringlar, xo'pmi? Hamma ketyaptimi, oyijon? Yo'q, siz eringiz bizni kuzatib boradi. O'ziningiz eri bilan qoladi. Ha, Samira ham biz bilan ketyapti. Sizni ham olib ketardim-ku, kelinjon. Ha, endi o'qishingiz borda. Bu yoq 2 qat og'ir oyoqli. Qiynalib qolmasin uzoq yo'lda deyapman-da. Siz ovsiningizga qarab turing, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Bemalol borib kelaveringlar. Men ham sal turib o'qishimga ketaman. Oyijon, o'qishdan chiqib uyimga borib yotib kelsam maylimi? Baribir o'g'lingiz bugun kelmasalar. Darrov vaziyatdan foydalanasiz, kelin. Yo'q, bir o'zim qo'rqaman-da. Ha, ovsiniz bor, mulakangiz bor. Nega bir o'zingiz qolar ekansiz? To'g'ri. Endi baribir ular xonalariga kirib ketgandan keyin baribir yolg'iz qolaman-ku. O'shaning uchun iltimos. Bo'pti, boravering, mayli. Rahmat oyijon. O'qishdan to'g'ri kelib kiyimlarimni almashtirib uyimga ketaman. Keyin ertaga o'qishim tugagandan keyin uyga kelaman, xo'p? Mayli. Hozir ehtiyot bo'linglar, xo'pmi? Ovsiningizga qarang. Ehtiyot bo'lib o'tiringlar. Erkaklar ham kutib qolishdi. Yaxshi o'tiringlar, xo'pmi? Oyijon, shoshmang. O'qishgacha tashab qo'yinglar, shunda kiyinib chiqing. Bo'lmasam tezroq bo'ling, xo'pmi? Jahllaringiz chiqib ketmasin. Hozir oyijon. Bo'ling. Hormang, Durdonaxon. Voy, sizmi deysiz? Qo'rqib ketdim. Ne qo'rqasiz? Uyda kim bor? Hech kim yo'q. Yolg'iz o'zim. Siz uyingizga ketmadingizmi? Yo'q, hozir endi ketmoqchiman. Kiyimlarimni almashtirib oling. U bu narsa yeb oling agar xohlasangiz. Yo'q, qornim to'q, rahmat. Uyimdagilar kutishyapti. Ha, mayli. Men ishlarimni tugatay. Menga qarang, namuncha ish duras. Kim rahmat deydi sizga? Uyda hech kim bo'lmasa, shunda ham tinim bilmay ishlaysiz-a? Tavba qildim. Harakat qilsam o'zimga yaxshi-ku. Axir o'zingiz aytgansiz. Qancha ko'p harakat qilsangiz o'zingizga yaxshi deb. Oson qutulib olasiz degandingiz. Shunaqa. O'zi o'g'ilmikan, qizmikan qorningizdagi? To'g'risi menga umuman farqi yo'q.
Bahodir akam ham jinsini so'rama degani uchun so'ramagandim. Aytgisi kelmayapti. Tug'siz xolingiz beshiga olib kelar ekanlar. Bilmadim. Mendan avval bolali bo'lmoqchimisan? Hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Agar bu o'g'il tug'sa, yana uydagilarning oldida hurmat oshadi. Bunaqasi ketmaydi. Voy, kechirasiz Durdonaxon. Durdonaxon, yomon tushmadingizmi? Men bilmasdan turtvordim, uzr, lekin kechiring. Axir telefonga chalg'ib qopman-da. Ko'zingizga qarasangiz bo'lmaydimi? Nima shoshilinchda? O'zingizga hech narsa qilmadimi? Kechiring, xo'p. Uzr, shoshyapman. Kiyimlarim, o'lsin kiyimim. Mayli, men shoshyapman. Bolam. Assalomu alaykum. Durdona? 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 Durdon? Ey. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Men yiqilib tushdim. Nimaga yiqilasan? Bolaga hech nima qilmadimi? Yo'q, qo'lim bilan yiqildim. Tur. Menimcha hech narsa qilmadi. Qani yur, shifoxonaga boramiz. Yur. Tur. Ovsining shu holingni ko'rib indamay ketib qoldimi? Ehtiyot bo'l. Qattiq yiqilmadim. Shifokorga borish shart emas. Yo'q, boramiz, yur. Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l. Yaxshimisan o'zing? Yaxshiman. Menga qara. Ko'rinishing g'alati, a? Qo'llaring titrayaptimi? Yo'q, unaqa emas. Rostini ayt menga, nima bo'ldi, a? Oyi, gapni nimadan boshlashni bilmayapman. Ha. Bir nimani boshlamadingmi ish qilib? Ochig'ini gapira qolsang-chi, a? Voy, hozir dadang kelib qolsa-chi, umuman gaplasha olmaymiz. Oyi, Ha. bilmasdan ovsinimni itarib yubordim. Nima? Sen joydami sen? Ataylab qilmadim. Voy tavba. Yaqinda ko'z yoriydi. Shunga alamim kelib ketdi. Menda bo'lmayapti-ku, oyi. Voy o'lay. Menda ham bo'lishni xohlagandim. Bilmasdan. Ahmoq. Endi aniq. Uyingdagilar seni haydashadi. Ering bilan ajrashasan, ko'rasan. Shuni xohlaganmiding, a? Oyi, bilmay qoldim. Hammasi bir pasda bo'lib ketdi. Endi nima qilaman? Voy, yiqitishga yiqitib, qo'rqib qochib kelaverdingmi, a? Ovsining yaxshimi? Qayerga qoldi u? Men shoshib chiqib ketganimda eri kelayotgandi. Voy, ey, juda katta xato qilsan, bolam, juda katta xato qilsan. Ahmoqsan, sen ahmoq. Lekin xayolimda unchalik qattiq yiqilmadi-yu. Salgina yiqilib tushdi. Qorni bilan yiqilgan bo'lsa-chi, nima bo'ladi? Qo'rqib ketganimdan ahamiyat bermadim. Faqat shoshib chiqib ketishni xayolimga. Endi nima bo'ladi? Qudamga nima deyman, a? Dadangga nima deyman? A? Nima qilamiz, oyi?
menga qara. Eri kelgan bo'lsa, hozircha indama, xo'pmi? Ertaga sekin hol-ahvol so'raysan. Balki sen aytganchalik qo'rqinchli narsa emasdir, a? A? Yig'lavermasdan choy ichib ol. Buncha qaltirading. Ertaga vaziyatga qaraysan. Biror gap bo'lsa balki o'zlari qo'ng'iroq qilib qolishar. Ol. Ma choyni hech qaltiramasdan. Alo, Assalomu alaykum. yaxshimisiz Bahodirjon? Uzr, bezovta qildim. Yo'q, hech qisi yo'q, kinoya, nima gap? Durdonaxon yaxshimilar? Ha, ahvoli yaxshi. Kecha uni yiqilganini ko'ra bila turib, yordam bermay ketib qolibsiz. Yo'q, noto'g'ri tushunmang. Oyim chaqirib qolgandilar. Keyin ovsinimni o'zlari ham "Ketavering, men yaxshiman" deganlariga shoshib chiqib ketdim. Ha, tushunarli. Ha, kasalxonada emasmisizlar? Yo'q, uyda. Xudoga Yo'q. shukr, qilmabdi. Yaxshi, yaxshi. Bola-chi bola? Bolaga hech narsa qilmabdimi? Yaxshiyamki qo'li bilan yiqilibdi. Shunga hech nima qilmagan. Faqat o'zi biroz qo'rqqan. Mayli, uyga borayotgandim. Sog' bo'ling. Xo'p. Baloyam urmas ekanda unga. Yiqitganimni aytmabdi shekilli. Bo'lmasa allaqachon boshimga balo yog'ilardi. Durdonaxon, bolajonim, bekor ketibman-da. Bunaqa bo'lishini bilganimda edi. Sira sizni yolg'iz tashlab ketmagan bo'lardim. Oyijon, xavotir olmang. Men yaxshiman. Faqat qo'lim sal og'riyapti. Ilohim, yaxshi bo'ling, bolaganim. Hech qilib bolaga hech narsa qilmaganiga shukr. Agar qorningiz bilan yiqilganingizda nima bo'lardi? Oyijon, hammasi yaxshi, xavotir olmang. Endi men turay. Yo'q, qimirlamang. Doktorlar nima deyishdi? 3-4 kun qimirlamay yotsin deyishdimi? Qimirlamay yotasiz endi, bolajonim. Oyijon, ro'zg'or ishlarichi? U bo'ladi, hammasi bo'ladi. Mana ovsiniz bor, qiladi ovsiniz hammasini. Hammasini qiladi o'zi. Hozir qo'ng'iroq qilaman, tezda yetib keladi. Assalomu alaykum oyijon. Keldim. Namuncha qolib ketmasangiz, kelin. To'g'ri o'qishdan kelyapman oyijon. Yo'llar rosa tirband ekan. O'shanga kechga qolib ketdim. Uzr. Siz uyingizga borib, mazza qilib dam olib yuring-da. Bu yerda ovsiningiz mamlaqangi bo'lib yotibdi. Uzr oyijon, bilmabman. Bo'pti, bu yerda turishdan foyda yo'q. Boring, ishlaringizni qilavering. Xo'p. Rahmat oyijon. Siz o'zingizni o'ylang, endi bolani o'ylang, xo'pmi? Men hozir pastga tushay, yana chiqaman darrov. Rahmat, Yotishga oyijon. harakat qiling. Damiz oling. Ovsiningiz u bu narsa olib chiqib beradi hozir. Xo'p. Onasi, Hmm. kichkina kelining oshxonada ovqat qilyaptimi? Ha, oshxonada ovqat qilyapti. 1-2 kun o'ziga qarasa bo'lmaydimi? Ming marta aytdim-da. Foydasi yo'q. Juda mehnatkash bu kelin. Tushlikkacha dam oldim. Bo'ldi deb o'rnidan turib ketdi. Ja, shunaqangi chaqoligi senga yoqib tushadi-da. Oyim bilan borsam bo'ladimi? Lekin sog'lig'ini ham o'ylasin-da. Hammasi joyida. Siz xavotir olmang. Mayli. Lekin bilib qo'y. Kelinni ko'p ham urintiraverma. Tezroq sog'ayib ketarmikinlar? O'zi zo'rg'a yurgan bo'lsa. Xo'p. Juda ham yaxshi bo'pti.
Assalomu alaykum. Ke bolam. Oyi, dada yaxshi o'tiribsizlarmi? Voy. Alaykum assalom. Dada yaxshimisiz? Yaxshi kelding bolam. Rahmat. Tinchlikmi bolam? Buguncha erta qaytibsan. Ha, haligi bugun ishdan bo'shagandim. Voy tavba. O'zi yaxshi joyga joylashgan eding-ku. Bir yaxshi ishlab yuruvding. Nega bo'shatishadi? Bilmadim oyi. Bilmadim. Nega bilmaysan? Tavba ey. Voy tavba. Bo'ldi, qo'ysangchi onasi. Erkak kishining moli ko'chada bo'ladi. Siqilma o'g'lim. Bir eshikni yopilishi ko'p xayli eshiklarni ochilishidan dalolat. Hali bundan ham yaxshi ishlarni topasan. Siqilma bolam. Mayli, bor. Charchagandirsan, damingni olgin. Rahmat dada. Rahmat. Charchagansan, borib damingni ol. Xo'p. Bizga ruxsat. Endi bora qolaylik ishlar. Nega unaqa bo'ldi dadasi? Endi Bo'ldi, qilsangchi. Hadeb yurayni siqorma. Hormang olsin. Salomat bo'ling. Sizga yordamlashib olmoqchi edim. Yo'q, hamma ishlarni o'zim qilib bo'ldim. Sizda gapim bor edi. Qanaqa gap? Voy, qo'rqmang, hech narsa qilmayman. O'sha kungi ish uchun uzr so'ramoqchi edim. Bexosdan turtvordim. Kechiring. Haligi bir savol qiynayapti. Xo'sh. Nimaga shuncha vaqtdan beri hech kimga churq etmadingiz? To'g'ri, men ataylab qilmadim, lekin baribir o'ylab qoldim-da. Chunki oilangiz buzilishini xohlamadim. Naqadar bag'rikenglik. Durdonikinaya, Labbay. gaplashib o'tirishinglarni qaranglar. Sizni oyim chaqiryaptilar. Ketdik. Rahmat bolam. Rahmat. Iloyo baraka toping. Eson-omon qutulib oling. Rahmat oyijon. Ha, Ziyodaxon, Labbay. beri keling bolam. Bo'ldi. Rahmat bolam, rahmat. Qo'lingiz dard ko'rmasin ha. Ha, ro'zg'orni ham tegi ko'rinib qoldi. Bozorlik qilish kerak ekan. Eringizga ayting, ishdan chiqqandan keyin bozor o'char qilib kelsin, xo'pmi? Endi qarang. Qaynimni ishdan bo'shab olgani ham yomon bo'ldi, shu paytda. Bu nima deganingiz? Uy ro'zg'or tashvishi o'g'lingizni bo'yniga qoladigan bo'ldi-da. Bechora o'sinim homilador bo'lsa, Ha? Ro'zg'or tashvishi sizga qoptimi? yo'q. Shunchaki aytyapman, xafa bo'lmang. Xafa bo'lmaymish. Yaxshiyamki bu uyda meni nafaqam, adayizning nafaqasi bor ekan. Ertamen qizimni to'yida ham siz butun ham tashvishlar ekansizda, to'g'rimi? Yo'q. Nima deganingiz bu? Shunchaki aytdim, qo'ydim. Oyi, Bo'ldi, bildim, tushundim. Oyjon, Samiraxonni sovchilarini aynitgan odam topildimi? Kim ekan? Kim gapirgan topilmadimi? Sizni bu narsalar bilan ishingiz bo'lmasin. Hamma narsaga burningizni chiqavermang, kelin pochcha. Boring, ishingizni qiling. Xo'p. Bolam, siz ovsiningizning gaplariga e'tibor bermang. Valdar qilaveradi-da. Eson-omon meni nevaraginamni tug'ib bersangiz, sizdan minnatdor bo'lardim, bolam. Mayli. Xo'p. Xo'p oyijon. Oyijon nimadir kerak bo'lsa ayting. Yo'q, bolam, hech narsa kerak emas. Rahmat. Damizni oling. Xo'p.
Durdonaxon, ovqat yeyapsizmi? Haligi boya suyuq ovqat ichkim kelmaganda. Shunga ozroq. Ha, ishtahangiz ham karnay ko'z tegmasin. Iris kun bo'yi uyda oyog'ini ko'tarib televizor ko'rib yotadi. Meni erimni bo'lsa, yelkasini sho'ri chiqib ertalabdan kechgacha ishlab, ro'zg'orlik qilib keladi. Bu ro'zg'orliklar men uchun tushunarlimi? Menga olib kelgan. Tekin tamom. Ha, yo'q nima Jannat. bo'lyapti? Nimaga urushyapsizlar? Yo'q, urushganimiz yo'q. Haligi Nima bo'ldi, gapir. sekinroq baqirmang. Hech narsa bo'lgani yo'q. Shunchaki eshikni taq etib ochib kirdim, ovsinim qo'rqib ketdi. O'shanga nima eshikni taqillatib kirmaysiz deb gapirib yotuvdi. Menga sening ovozing eshitildi. To'g'ri, men ham bir-ikki gapirdim. Jalla aka, qo'ysangizchi, ayollarni ishiga aralashmang. Yuring, undan ko'ra televizor ko'rib yotamiz. Yuring. Biz ham televizor ko'rib yotamiz. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Biron joying og'riyaptimi? Yo'q, hech qayerim og'rimayapti. Kimdir xafa qildimi seni? Ovsinim yeganimni gapiryaptilar. Bahodir aka, ishga kiring. Siz pul topmasangiz, bu uyda tomog'imdan ovqat o'tmayapti. Nima, kelinoyim bu narsa dedimi? Iris ishlamaydi. Sizni ishtahangiz karnay dedi. Menga og'ir botdi. Meni erim topganini yeb yotibsizlar dedi. Bo'pti, o'shanga e'tibor berma. U gapiraveradi. Men ham harakat qilyapman, ko'ryapsan-ku, o'xshamayapti hech-nima. Bu gaplarni yuragimga qattiq oldim-da. Iltimos, nima qilib bo'lsa ham biror ishga kiring. Opamning gapini eshitsam tomog'imga tosh tiqilgandek bo'ladi. Bo'pti, sen bu narsalarni o'ylama. Ay! Ha? Menimcha Nima bo'ldi? boshlandi. Bo'pti, yur. Yur. Ehtiyot bo'l. Oyi? Oyi! Oyi, qayerdasiz? Mayli. Voy, jiyanimni eson-omon qutulib olgan rost bo'lsin. Choy iching. Xudoga shukr. Judayam xursandman. Xursandmiz. Ha, navaraginamni eson-omon bag'riga bosib oldi. Ilohiy sutiga ega qilgan bo'lsin. Choy Rahmat. oling. Ilohim umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin. Amin. Ilohim. Amin. Sizga ham navara muborak bo'lsin. Siz unga Rahmat. onasiz. Rahmat, sizga ham muborak bo'lsin. Rahmat. Jiyanimning ahvoli yaxshimi? Yaxshi. Hammasi joyida, hammasi joyida. Xudojon, endi siz kelinimning onasini o'rniga onasiz. O'zi xola ona deyiladi. Endi shu больницаdan chiqishi bilan qilamizmi yo chillasi chiqqandan keyin qilamizmi? Beshik olaman, aylanay. Beshik qilasiz endi. Xo'p. Qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Voy, esim qursin. O'tirishimni qarang. Hozir suyunchini olib Voy, chiqaman. kerak emas edi. Hozir. Kerak emas edi. Rang ro'yini ko'rdingmi? Beshik deganimga. Beshik qilmaydimi bolaga? Oyi, kerak emas edi. Jib o'tir. Ha, bolamni rizqi-ku. Tinchlikmi, kelin? Nimalarni xayol surib o'tiribsiz? Keling, oyijon. Keling, o'tiring.
Ha, nimalarni o'ylayapsiz? Uzr oyijon, kelganingizni sezmay qolibman. Men sizga boya aytgandim. Bitta sho'rvacha tashlab qo'ying deb, tug'ruqxonaga olib boraman deb. Hali ham qilmadingizmi? Uzr. Esimdan chiqib qopti oyijon. Hozir boshlayman. Agar sizni o'rningizda boshqa odam bo'lganda edi, allaqachonlar ovqatni pishirib, borib ovsindan xabar olib kelgan bo'lardi. Boraman men ham. Sal kechroq borib kelaman. Hmm. Oyijon, o'zichi ovsinimni o'g'il tug'ishini ko'nglim sezgandi. Qarang. Rosa ichidan pishgan ekan-a. Tuqquncha o'g'il yo qizligini bildirmadi. Namuncha zaharxandalik bilan gapiryapsiz? Hasad qilmasdan havas qiling, bolam, havas qiling. Voy, hasad qilmadim, havas qilib gapiryapman. Nega bo'lmasam, alamzada odamlardek gapiryapsiz. Noto'g'ri tushundingiz. Darg'azabsiz qandaydir. Yo'q, noto'g'ri tushundingiz oyijon. Ha mayli, aytmoqchi, Jalilga ayting bozor o'char qilib ketsin. Xo'pmi? Oyijon, haligi Ha, tag'in nima bo'ldi? o'zi bolani otasi kim? Undan ko'ra qaynimga ayting, mundoq bir o'ziga mosroq ish topsin. Tushunmadim sizni. Nimalar deyapsiz? Hali siz eringizni puliga xo'jayinchilik qiladigan bo'lib qoldingizmi? Yo'q, yo'q. Unaqa demoqchi emasman. Endi qaynim ham ota bo'ldi. Biror bir ishni boshini tutsin, mas'uliyatni yelkasiga olsin degan maqsadda Siz gapiryapman. ishingiz bo'lmasin. Siz o'z ishingizni qiling, bildingizmi? Bildingizmi, kelin? Sho'rvani soling tezroq. Hamma narsaga aralashavermasdan. Oyi, tinchlikmi? Nega yotoqxonaga kirdingiz? Qaynonam shubhalanib qolsa-chi? Uyga borishingga sabrim chidamadi. Anu narsalarni olib kelaverdim. Buni qilsam ana uydan ketarmikin? Voy, menga qara. Bu safarchi rosa kuchlisiga bordim. Bu safar ovsining bolasini olib bu uydan juftakni rostlaydi. Sekinroq, u kim eshitib qolmasin. Mayli, menga qara. Men chiqa qolay, xo'p? To'xtang oyi, ovsinim bilan chaqaloqqa namuncha sarposuruq qildingiz? Ha, endi niyatimizni bilib qolishmasin deb sarpasuruq qilib keldim-de. Tushunding? Ha, to'g'ri aytasiz. Bo'pti, chiqing, yuring. Bo'pti, yur. Qizim, yaxshi o'tiribsanmi? Tuzukmisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Iye. Choy iching. Rahmat. Ovqat tayyor. Oling olsin, bu sizga. Voy. Yo, bu nima qilganingiz? Qaynatangiz turganda, nimasi bu? Dadajon, Dadajonga bermang. Buni sizga deb suzdim. Men tushunmadim. Ey, namuncha maydalashmasang, nima farqi bor? Qo'yavering, oling qizim, oling. Ovsinimga kuch bo'lsin deb sergo'shroq qilib suzgandim-da. Mayli. Mayli. To'g'ri qilibsiz. Oling dadajon. Oyjon, Kenayi, bu safar ovqatingizni rangi ham chiroyli chiqibdi. Xafa bo'lmang-ku, oldilari sira ham yegim kelmasdi. ha endi oyijonni qo'l ostilarida, sekin-asta o'rganyapman-da. To'g'rimi oyijon? Shunday. Men mana shu 18 yoshimda kelin bo'lgan bo'lsam, lekin hamma narsani bilib borganman kelinligimda. Nima? Onasi esingdami? Bir tandir nonni kuydirib o'rganing. Rostdanmi oyijon? Voy-vo. Bir marta nonni kuydirgimga shunga shunchami? Shuni kelinlarning oldida aytish shartmidi?
olinglar ovqat Ha sovumasin. ha, hazırlaştım. Lekin onam rahmali seni erkak kelin qilguncha o ancha muncha ter to'kkan. Tavba qildim ey. Ovqatlaringni yenglar, ishonmanglar. Men hamma narsani bilardim. To'g'ri. Nima bo'ldi kenayi? Nega yo'talyapsiz? Nima bo'ldi sizga? Nima bo'ldi Yaxshimisiz, sizga? Choy ichib oling. oyijon, nimagadir tobim qochyapti. Ozgina kirib dam olsam maylimi? Yo, ovqatni ichib oling. Mayli kirib damizni olavering. Yo'q, keyinroq icharman. Mayli, boring. Bolangizga o'zimiz qaraymiz. Boring, kiring damizni oling. Xo'p, rahmat oyijon. Qani olinglar. Sovib qolmasin.